7 sotukli uchastkamiz sotuvga chiqqan. Toshkent shahar Sergeli tumanida ko'chaning yuzida joylashgan. Uchastkamiz Fayzli, yaxshi mahallada joylashgan. O'zgarish mahallasida, Eski Bobur ko'chasida. Uyimiz mana shu joyda. Uyimizni tashqarisida 1 sotik yaqin zaxvat joyi bor. Hamma qo'shnilarda shunaqa bir qator ketilgan. Mana shu joyga naves qilsalar ham bo'ladi, qurilish qilsalar ham bo'ladi. Mashina qo'yishga juda zo'r, ideal joy. Uyimizni ichki qismida uyimizga hozirgi holatdagi sizlar qurilish qiladigan bo'lsalar, xudo xohlasa, ustalarga yotish uchun yotoq joyi bor. Bu yoqda o'zingizlar qurilish qilsalar ham bo'ladi. Yer hisobida sotilayotgan uchastkamiz. Sotiga $43,000 so'ralyapti. Joyga kelib, yana joyga kelishadigan joyi bor, joyda gaplashamiz. Fasadni o'zi 16 metr, ichkariga 43 metr. Shunda hujjatni o'zida 7 sotik yozilgan. Tashqaridagi 1 sotik hisobga olsak, sizlarga 8 sotik mana shu uchastkamiz bo'ladi. Hujjatlar joyida, ko'chirmasi bor, kadastri bor, pasporti bor, uy egalari shu yerda yashaydi. Hech kim chekkaga chiqib ketmagan. Xohlagan kuninglar olib-sot qila olamiz. Mana shu Eski Bobur o'zgarish Sergelidan uzoqlashmagan joyda, agar sizlarda 2 sotikka joylashgan kottejlar bo'ladigan bo'lsa, yoki sizlar qurib sotadigan investor, tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu joyni sotib, egalari 2 sotikka, 3 sotikka joylashgan kottej olish niyatida. Agar obmen varianti ham bor, davlat aqlasizlar, uy sizlarniki bo'ladi. Menga kerak bo'lyapti quruq yer 2 sotik. Ketadi 35 ming atrofidan. Xonobod ham bo'ladi. Beruniy mahalla ham bo'ladi. O'sha atrofda sotilgan uylar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, klient bor, naqd tayyor. Xudo xolasa uni ham gaplashamiz. Siz shu uyni reklama asosida ko'ryapsiz. Siz ham agar sotilayotgan uyingiz bo'lsa, siz ham uyingizni xuddi shunaqa reklama qilib chiqarib bera olamiz. Tekinga. Faqat podpiska tashlab qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Tekinga chiqib qo'yib beramiz.